Assalomu alaykum hammaga, tuzukmisizlar? Joninglar sog'mi? Haftani yaxshi boshlab oldinglarmi? Men hozir juda xursandman. Bitta setup ishlab oldim. Shuni sirazi jonli bozorda turib rekapini yozmasam bo'lmaydi dedim. Xudo xohlasa buni hozir rekapini sizlar bilan bitta ko'rib boramiz. Obzorini inshaalloh, Xudo xohlasa. Biz qani boshladik unda, Xudo xohlasa. Doimgidek Forex Factory menda doim ochiq bo'ladi. Bugun London sessiyada o'tira olmadim. Ozgina ishlar bilan Nyu-Yorkka keldim. Nyu-Yorkka o'tirdim, aniqrog'i soat 7:30, 8dan boshlab orasida bitta o'tirdim. Analizlar boshladim. Xudo xohlasa qani bitta ko'rib chiqamiz. Mana shu cho'tki setup, lekin juda chiroyli bo'ldi. Ko'rib turgan setaplaring. U yerda maza qildim o'zim ham bu setapni ushlaganimga. Buni bergandim kanalimga ham. Вот так. Kirishimdan oldin shu ideyadaman deb Nyu-York sessiyasida boshlaganim tashlab qo'yganman. Dalish 70% safe, dalish take profit. Xuddi shu setapni sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz, Xudo xohlasa. Tak, buni o'chirib tursam. Hop, bularni ham o'chirib tursam. Tak, sizlarga polni tushuntirib bermoqchiman. Bozor dalishi meni anaqamda previous weeklovgacha tashlaydimi? Agar mana bu H1dagi FVG zonani buzib o'tadigan bo'lsa, dalish previous weeklovgacha, ya'ni 23,982,6 gacha tashlash ehtimoli bor. Nasdaq. Men Nasdaqda ishlayman, ko'p fokusimni Nasdaqqa qarataman. Tak. Unda biz boshladik. Bizada уже down trend edi narximiz. Men qaradim, уже sell side liquidity menda aktual. Xuddi mana bu sell side liquidity. Uni belgilab qo'ydim. Значит, sell side'ga ataka qilaman ekan dedim. Down trenddamiz holat. Algoritm bilan birga yurishimiz kerak. Algoritm dal sell side'ga ketyapti. Ну, qaradim. Hop, M15 time frame'ga o'tdim. Katta time frame'dan tushib yotmayman. M15 time frame'iga qarasam, narx Aziya low'ni olgan. Уже o'tgan kunda ham Aziya low'ni olgan, bugungi kunda ham Aziya low'ni olgan, impuls bilan tushgan. Dalish chiqqan, OTA bo'lib turib, mana bitta yana bir marta impuls berdi, dalish hayda yora olmadi. Buy side'gacha ham ideya ham bor edi. No buy side'gacha уже algoritmni ko'zi yetmagandan keyin meni ham ko'zim yetmadi. M15 time frame'iga qaradim, buy side, menda juda chiroyli sell side bor edi va H1dagi to'ldirilmagan imbalansim bor edi. Tak, bir marta reaksiya bergan edi, ну, narx yana bir marta shu yerga kelishini men kutdim. Mana bu sell side'ni olish uchun, chunki juda chiroyli sell side qoldirdi. Dalishi H1 уже buzib o'tib ketyapti, ko'rishlaringiz mumkin. Yana bilmadim, dalishi nima bo'ladi. 16 minutdan keyin ko'ramiz. Agar dalishi buziladigan bo'lsa, mana bu imbalans, dalish previous weeklovgacha biza harakat qilib olsak bo'ladi Nasdaqda. Tak. Kichkina time frame'ga o'tdim. M5 time frame'da уже mana bu buy side'larni ham ko'rdim, mana bu yig'ilgan likvidnesslarni ham ko'rdim. Ну, hayolimga keldi buy side'ga ishlash. Ну, yo'q, to'xta, biz down trenddamiz. Trendimiz down trend, ya'ni pastga oquvchi trend ketyapti. Buyga ishlolmayman dedim. Mana bitta ozgina manipulyatsiya qildi. Tak. Mana bundoq qilsak, как OT zonaga kelganday bo'ldi-da, dalishi buy side'larni olgani ketib qolaman deganday qildi. Ну, lekin manipulyatsiyaga uchganim yo'q. Ololmagandan keyin hop. Ну, lekin kutdim, mana shu likvidnesslarni yechib keyin tashlashini men juda kutdim. Juda kutdim. Juda kutdim mana shu likvidnesslarni sweep qilib, хотя бы mana shu yerda likvidnessini sweep qilib pastga qaytishini men juda kutdim. Ну, lekin qaytmadi. M1 time frame'da nima ko'rdim? M1 time frame'da birinchi mana bu harakatni o'zini ko'rdim. Aniqrog'i mana bu yerda SMT bor edi bizada. Hop. 812 va 828 Nasdaqda va M1 time frame'iga o'tsak 812 va 828 S&P 500
S&P 500 qaytamiz. Uzr. Hammadan uzr so'rayman. Tak. Bu hayyi yangilolmagan ko'rishlaringiz mumkin. 812 hayda S&P 500, lekin Nasdaq buni svip qilib qo'ygan, yechib qo'ygan ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu yerda SMT bor edi bizada. Keyin uje bitta tashlab berdi. Mana shu yerda manipulyatsiya qildi. Hamma uje buy side'ga ketdi deb o'yladi. Ну, uje men qanday tasdiq oldim bu yerdan? Tasdiq olishimni sababi tak. M3 da men OT tortdim. Ya'ni selga ishlash uchun OT tortdim. OT tortganimda mana bu yerlardan kirishim kerak edi o'zi aslida. Narx buzib o'tib ketdi. Dalishi bayga ketadigan xayol yo'q edi menda. Ну, birinchi e'tiborimni tortgan narsa menda mana bu order blok bo'ldi. M3dagi. M3dagi order blok bo'ldi. E'tiborimni juda tortgan narsa M3dagi order blok. Order blokni buzolmadi, reaksiya berdi. Uje qaytdi juda chiroyli. M1ga qaradim. FVGlar qanday hurmat qilinyapti, nima bo'lyapti, nima ketyapti dedim. M1dagi uje M3dagi order blok hurmat qilib, uje orqaga qaytishni boshlagandan keyin men uje FVGlarni qarashni boshladim. Bu yerda juda chiroyli IFVga ko'rib qoldim o'zimda. Hop, buni belgilab qo'yamiz. Вот так. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli reaksiya bergan. IFVG. Ya'ni narx mana bitta FVGni hurmat qilmagandan keyin, buzib o'tib ketgandan keyin mana bittagi FVGni uje bu bizaga bir marta bayga ishlab bergan. Dalishi selga ham ishlab berish ehtimoli bor. IFVga Inversion Fair Value Gap. Ko'rishlaringiz mumkin. Selga ham juda chiroyli tashlab bergan. Hurmat qilinmagandan keyin uje MSS kutib bo'ldim. Uje change of character, ya'ni market structure shift kutdim uje. Tak, market structure shift kutdim и uje market structure shift berdi. Aniqrog'i high low. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. MSS bergan. FVga hurmat qilinmadi. Uje disrespect. Menda uje selga qiziqish boshlandi. O'zimni sell side nuqtamga. IFVGdan juda chiroyli reaksiya berdim. Menda BPR nuqtam bor edi. Juda chiroyli. IFVG bilan birgalikda mana bu yerda hoppa BPR. Juda chiroyli BPR'im bor edi. Juda chiroyli narxni ushlashga bu ham juda chiroyli yordam berdi. Hozir qizil rang qilib urib qo'yamiz, xudo xohlasa. Вот. BPR plus IFVG plus OB tasdig'im bo'ldi. Boshqa SMT ko'rmadim. Narx bir marta ketdi. Mana bu IFVGdan reaksiya olib qaytdi. Bu holatda yana bitta OT tortib ko'rishga qaror qildim. OT tortganimizda ham ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli OTga to'g'ri kelyapti. BPR, IFVG plus OB zonamiz. Aniqrog'i BPR plus IFVG juda chiroyli OTga to'g'ri kelyapti. Men enterimni qayerda qilganman? Enterimni mana bu yoqqa bo'lgan edim. Tak. Mana bu OBdan qilgandim enterimni. Stopim haydancha teparoqda. Dalishi sell sidegacha atakam bo'ldi menda. Xuddi shunaqa ssenariy bo'ldi. Dalishi narx keldi, OTga yana bir marta chiqdi. OT zonadan juda chiroyli tashlab berdi. Yana menda IFVgni yana bir marta yorib o'ta olmadi. Dalishi impuls bilan sell side'ga dalishi ataka qildi akalar bugun. Xudo xolasa 70% save qilib qo'ygandim. Juda chiroyli impuls bilan tashlab berdi. Nima deya olmayman, juda chiroyli setup, juda o'zimga yoqdi. Juda chiroyli setup. Ushladim. Gap ham kelmayapti hozir xursandligimdan, bilmadim. Xudoyim shunchalik bilim berganiga ming shukrlar bo'lsin.
Xudoyimga o'ziga ming shukrlar qilaman. Mehnatlarimizga yarasha bilimlar beryapti. A, Shunaqa gaplar akalar. Shu setapni bugun ushladim. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli setap. Harakat qilinglar, to'xtamanglar. To'lka oldinga bosish kerak. Unaqa to'xtab qolish degan narsa bo'lmasin. Xudo xohlasa sizlar sababini qilinglar. Allohim o'zi g'oyibidan yetkazadi, bir kun natijani beradi. Просто juda qattiq sababini qilish kerak. Xudoyimdan so'rash kerak. Xudoyim ham o'zi beradi bir kun. Sizlar bilan Steven FX. Hammanglarga omad, kuninglar yaxshi o'tsin. Xudo xohlasa bosinglar, to'xtamanglar.